Bugungi mavzuyimiz robototexnika fanining birinchi ma'ruza mashg'uloti mavzusi hisoblanadi. Bu mavzu robototexnika fani va uning jamiyatdagi ta'siri hisoblanadi. Bu mavzu barcha fanlarda o'tadiganidek, demak, birinchi mavzu fanning kirish qismi hisoblanadi va bu kirish qismida demak asosiy rejalarga iborat bo'ladi. Buni birinchi navbatda demak fanni kirishdan boshlab uning maqsadi, vazifalari va jamiyatga ta'siri, xulosa va nazorat savollari bilan bugungi mavzuni tanishtirib o'tamiz. Birinchi navbatda demak kirish qismidan oldin, fanni boshlashdan oldin biz robot degan so'zga demak tushunchaga demak savol berib ko'ramiz. Robot so'zi birinchi marta qachon va kim tomonidan demak ishlatilgan? Bu savolni demak javobini aniqlash uchun mana shu fan robototexnika fani misolida demak biz birinchi navbatda mana shu fanni boshlashdan boshlab to bu fanni oxiriga yetgancha barcha mavzularni demak biz robot so'zini juda ham ko'p marotaba ishlatib kelamiz. Va bu savolga javob shundan iboratki, 1920-yilda chex yozuvchisi Karl Čapek Bruch pyesasida demak bu robot degan so'zni ishlatib kelmoqda. Robot so'zi demak bugungi kunda ishlab chiqarishda ham, sanoatda ham, boshqa holatlarda ham juda ham ko'p ishlatiladi. Demak biz ikkinchi navbatda demak ko'p chiqadigan vazifalarimiz shu bo'ladiki, demak fanning vazifalari va maqsadi. Birinchi navbatda fanni maqsadiga kelib to'xtaladigan bo'lsak, bir nechta qator vazifalar va maqsadlar keltirilgan. Bulardan birinchisi demak robototexnika haqida umumiy ma'lumotlarni berish. Ikkinchisi to'xtalib o'tadigan bo'lsak, jamiyat, ijtimoiy, iqtisodiy taraqqiyotlarning rolini o'rganish. Uchinchi maqsadi shundan iboratki, demak amaliyotga tatbiq etish ko'nikmasini hosil qilish. Va bundan tashqari juda ham ko'p maqsadlar bor. Biz bu mavzuda qisqacha qilib mana shu 3 ta maqsadni demak inobatga oldik. Bundan tashqari demak fanimizning oldiga qo'ygan vazifalari bor. Bulardan birinchisi kompleks avtomatlashtirishning rivojlantirish muammolarini o'rganish. Demak, bunda ham anchagina avtomatlashtirish degan ma'noda yangi tushuncha, kompleks degan tushunchalar bor. Ularga ham alohida to'xtalib o'tamiz. Birinchi navbatda demak avtomatlashtirishni o'rganishda demak biz asosiy tushunchalar va atamalarni o'rganib olishimiz kerak bo'ladi. Hozir to'xtalib o'tadiganimizdek, demak avtomatlashtirish so'zi ham robototexnikani demak asosiy negizi hisoblanadi va bunda birinchi navbatda robototexnika tizimlar tuzilishi tahlil qilinadi. Bu ham demak robototexnika fanini mana shu mavzuni demak asosiy vazifalardan biriga misol qilib keltirib bilamiz. Demak bundan tashqari vazifalar juda ham ko'p. Biz asosiy mana shu 3 ta vazifani demak shu fanni o'rganishda asosiy omil hisoblab oldik. Bundan tashqari demak biz mana shu hozir to'xtalib o'tganimizdek robot nima degan so'zga demak ta'rif berib, uni demak tuzilishi qanday, uni demak insoniyatda, sanoatda qanday qilib farqlanishi mana shu haqida to'xtalib o'tamiz. Demak bir qator funksiyalar keltirilgan. Bu funksiyalardan demak birinchisi fikrlash. Fikrlash demak bilamizki, odam markaziy nerv sistemasidan fikrlaydi. Lekin robotda bu tushuncha demak quyidagicha olib boriladi. Bunlardan biri boshqaruv sistemasi hisoblanadi. Bu agar robotda boshqaruv sistemasi bo'lmasa, biz bilamizki, demak bizga hech qanaqa yordami tegmaydi. Insoniyatda ham xuddi shunday markaziy nerv sistemasi agar ishdan chiqadigan bo'lsa, demak biz bilamizki, insoniyat hech qanaqa demak amalni bajara olmaydi. Ikkinchidan muhit bilan aloqa, ya'ni bu nima degani? Bu degani insoniyatda demak sezish organlari bor. Sezish organlarini biz bilamizki, juda ham ko'p. Bunda robotda ham xuddi shunday sezish organi, bu endi robotda texnik tilda sensorlar va datchiklar deyiladi. Bu yerda ham yana yangi tushunchalar bor. Mana sensor tushunchasi, datchik tushunchalari bor. Bularni ham har bittasiga keyingi mavzularimizda alohida to'xtalib o'tamiz. Demak, uchinchi holatda harakat. Ya'ni inson demak odam sifatida ko'radigan bo'lsak, demak qo'l, oyoq orqali harakatlarni amalga oshiradi. Demak, robotlar nima orqali harakatlarni amalga oshiradi degan savolga shu yerda javob topishimiz mumkin. Birinchi navbatda manipulyatorlar degan tushuncha kelib chiqadi. Bu yerda ham yangi tushuncha hisoblanadi. Chunki robototexnika fani demak kirish qismidan boshlab uni maqsadi, vazifasini o'rganishni boshlagan vaqtda demak bizga yangi tushunchalar va g'oyalar kelaveradi. Demak manipulyatorlar ham demak bu degani demak qaysi ma'noda insonda qo'l va oyoq harakatlarni bajarsa, robotlarda esa manipulyatorlar demak harakatlarni bajaradi. Keyingi holatda demak energiya. Insoniyatda demak energiya qon aylanish organlari orqali demak energiyaga erishadi. Lekin robotda esa
energiya manbalari degan yangi tushuncha yana kelib to'xtaladi va bu energiya manbalari robotda demak uni sensor va datchiklarning harakatlanishi demak yerga qo'yib beradi. Robotning asosiy farqi insoniyat bilan demak manipulyator, ya'ni odam qo'li harakatini imitatsiya qiluvchi mexanizm hisoblanadi va demak odam qo'lda harakatlanganda demak robot esa manipulyatorlar orqali mana shu harakatlarni bajaradi. Keyingi masala demak har bir robotni o'zini demak sinflarga bo'lishimiz mumkin. Demak bu yerda ham bu fanda ham texnika fanida ham demak robotni sinflarga ajratishimiz kerak bo'ladi. Bunda birinchi navbatda biz uni sinflarga ajratish uchun ahamiyat beradigan qismimiz uni funksional vazifalarga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi navbatda uni maxsusligi, ya'ni universalligi, maxsuslashtirilganligi. Uchinchi navbatda yuk ko'tarish, ya'ni yengil, o'rta, og'ir, qiymatli yuklarni ko'tarishga inobatga olingan. Bundan keyingisi demak uni yurut motori, ya'ni gidravlik, elektrik, pnevmatik holatlar bo'lishi mumkin. Keyingi tipi demak koordinator tipi, bu dekad, silindrik, sferik. Bu yerda yangi tushunchalar bor. Bu tushunchalarni ham keyingi mavzularda demak to'xtalib o'tib, demak biz mana shu tushunchalarga demak ta'riflarni, tasniflarni o'rganib boramiz. Va oxirgisi dasturlash usuli, ya'ni robotlarning sinflanishida demak asosiy dasturlash usullariga qaysilar kiradi deganda mana bu yerda biz 3 tasini misol keltirdik. Va ulardan biri stage in, offline va adaptiv dasturlash tillarini demak usullarini inobatga oldik. Bundan tashqari demak biz bilamizki, mana mavzumuzni boshida bitta yangi so'zga, yangi tushunchaga demak to'xtalib o'tgan edik. Bu avtomatlashtirish tushunchasi. Avtomatlashtirish tushunchasi texnik taraqqiyotda demak roli juda ham katta. Buni bilamizki, biz mana bu yerda slaydimizda demak 30 ta rolni keltirdik. 30 ta roldan tashqari juda ham ko'p rollar bor. Biz eng asosiysi, eng keraklilarini demak misollarda keltirdik. Birinchi navbatda ish samaradorligi. Bunda nima kiradi? Ish samaradorligi deganda demak biz asosiy e'tibor beradigan qismimiz tezlik va barqarorlikni oshiradi. Mana inson agar o'z qo'llari, oyoqlari bilan mana shu harakatlarni bajaradigan bo'lsa, qaysidir ishni, sanoat robotlarini agar misol keltiradigan bo'lsak, sanoatda inson o'zi 1 soat, 2 soatda mana shu ishlarni bajaradigan bo'lsa, demak sanoat robotlari esa uni samaradorligini ham oshiradi, sifatini bajaradi va uni tezroq amalga oshiradi. Ikkinchi navbatda sifat nazorati. Ya'ni inson qo'lda demak qaysidir amalni bajardimi, demak hattoki mana oddiy qaysidir uy anjomlari bilan taxlaydigan bo'lsa, tayyorlaydigan bo'lsa, mana shu yerda uni qanchalik bardoshtliligini, sifatliligini demak inson qo'lda bajardiki, demak uni xatoliklari juda ham ko'payib ketadi. Shuni oldini olish maqsadida robotlarimiz demak bu yerda o'ziga yana to'xtalib o'tamiz. Sanoat robotlarimiz esa buni xatoliklarini, misol uchun inson qo'lda bajarsa, agar 10 ta xato qiladigan bo'lsa, robotlarimiz esa demak mana shu amallarni bajarishda 5 tagacha, 4 tagacha, 3 tagacha, 2 tagacha, 1 tagacha xatoliklarni demak kamaytirib boriladi. Uchinchisi demak eng asosiy ahamiyat beradigan qismimiz shu bo'ladi. Bunda xavfli ishlarni bajarish, ya'ni haqiqatan inson agar mana shu ishlarni bajarsa, uni hayotiga demak xavfi, mana kimyoviy moddalar bor, misol uchun radiatsiyali yoki chuqurliklar bor va hokazo. Insoniyatni demak hayotiga xavf soladigan holatlar bor. Mana shu holatlarda demak biz sanoat robotlaridan foydalanadigan bo'lsak, ular bizga mana shu xavfli ishlarda qaysidir ma'noda agar yonib ketadigan bo'lsa yoki ishsiz, sifatsiz holatda keladigan bo'lsa ham demak bu inson omiliga demak ta'siri yo'q va bu robotligi uchun yana qayta robotni ishlab, yana yoki boshqa robot bilan ham mana shu amallarni bajarish mumkin bo'ladi. Undan keyingisi demak robotlar bilan innovatsiyalar, ya'ni yangi, bu ham yangi tushuncha hisoblanadi. Demak innovatsiyalar deganda demak ya'ni hozir bugungi kunda demak barchamizga ma'lumki aniq bir tushunchalar borki, sun'iy intellekt tushunchalari bor. Mana shu sun'iy intellektda ham demak yangi g'oyalar, yangi harakatlar, yangi demak amallarni o'rganish mumkin. Sensor texnologiyalar yordamida demak biz mana shu texnik asoslari fanida demak chuqurroq demak keyingi 5-4 mavzularimizda keltirilgan demak harakatlar, sensorlar orqali harakatlar
Bu yerda ham aqlli uy yoki aqlli chorraha degan tushunchalarni ham o'rganib chiqamiz. Mana shu yerda demak sensorlar degan tushunchada demak aqlli uyda ham haqiqatan ham yomg'ir yog'ganda tashqaridagi narsalarni eshittirish yoki soat bilan minut bilan boshqaradigan demak mexanizmlar bor. Bularni ham keyingi darslarda o'rganib boramiz. Bundan keyingisi demak resursni tejash. Bu yerda ham global muammo turibdi. Ya'ni inson agar o'zini qo'li bilan qaysidir misol uchun buyumni tozalaydigan bo'lsa, yuvadigan bo'lsa, unda 2 litr 3 litr suv ketadigan bo'lsa, robot orqali bajarilsa, mana bu narsada demak tejash amalga oshiriladi. Ya'ni juda ham katta sarf qilinmaydi, tejash imkoniyatlari ham bo'ladi. Bunda birinchi navbatda biz misol keltirdik suv, lekin energiya manbalari ham bor. Energiya manbalarini ham misol keltiradigan bo'lsak, birinchi navbatda tok resurslari, bularni ham robotlar orqali bajarsak agar, inson o'zi 1 soatda amalga bajarsa qancha tok sarflaydi, robot 20 minutda mana shu amallarni bajarsa, demak kamroq tok sarflaydi. Mana shu nuqtai nazardan demak ahamiyat berilgan. Undan keyingisi masofaviy nazorat. Ya'ni biz robotlar orqali bajarilishi kerak bo'lgan amallarni to'g'ri yoki xatoligini yoki vaqtida bajarilyaptimi yoki kechikyaptimi, mana bu narsalarni real monitoringni olib borishimiz mumkin bo'ladi. Va biz agar uni qaysi kamchiligini tuzatadigan bo'lsak, real vaqtda to'g'ri agar bajarayotgan bo'lsa, unda hech qanaqa muammo yo'q. Agar xatoliklarga yo'l qo'yayotgan bo'lsa, biz real rejimda uni boshqaruvni qaytadan berish imkoniyatlarimiz bor. Va bundan keyingi slaydimizda demak ma'lumot sifatida keltirilgan robotlarning demak jamiyatga ta'siri. Demak bilamizki, har bir yangilikni yoki har bir qiladigan ishimizni ijobiy va salbiy tomonlari bor. Bundan kelib chiqib shuni aytib bilamizki, demak robototexnikani ham jamiyatga ta'sirini salbiy ta'siri bor, ijobiy ta'sirlar bor. Biz eng maslahat qilgan holda, ustozlarimizdan so'ragan holda va o'zimizni hayotiy tajribamizdan kelib chiqqan holda mana shu yerda slaydimizda ijobiy ta'sirlarni ham, salbiy ta'sirlarni ham keltirdik. Bu yerda demak eng ko'p ko'zda tutiladigan, eng ko'p uchratadigan ta'sirlarni keltirdik. Lekin biz bilamizki, ijobiy ta'sirlar ham juda ko'p, salbiy ta'sirlar ham juda ko'p. Bu yerda aynan umumlashtirilgan holatda 4 ta demak salbiy va ijobiy ta'sirlarni keltirdik. Birinchi navbatda samaradorlikni 40-60% ga oshiradi. Bu nima degani? Bu degani demak hozir ikkinchi slaydimizda to'xtalib o'tganimizdek, demak robototexnika demak fani bizga demak nima qiladi? Tezkorlik bilan amallarni bajarishni olib keladi va uni samaradorligi demak 40-60% ga oshirilgandan keyin bizda energiya sarfini ham tejash va hokazo juda ham ko'p imkoniyatlarni keltirib chiqadi. Bundan tashqari samaradorlikni 60-40% ga oshirgandan keyin biz salbiy ta'siriga ahamiyat beradigan bo'lsak, ayrim korxonalarda demak hozir inson omili bajarib turgan 5 ta 6 ta inson omili bajarib turadigan ish hajmini robotlar orqali biz 40% dan 60% gacha tezroq bajaradigan bo'lsa agar, demak mana shu yerda biz bilamizki, uning salbiy tomoni ba'zi ish joylarida demak qisqarishlarini olib keladi. Ya'ni 5 ta inson bajargan amallarni demak robotlarimiz 1-2 ta robot bilan cheklanib, biz demak ham iqtisodiy natijadorlikka erishishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi masala xavfli ishlardan himoya qilish. Ya'ni o'sha haqiqatan ham sanoat korxonalarida demak gaz isi bor. Inson agar o'zi borib mana shu amallarni bajarsa, gaz isi orqali zaharlanishi mumkin. Robotlar orqali esa demak nima bo'ladi? Robotga hech qanaqa ta'siri bo'lmaydi. Mana shu narsa inobatga olingan. Salbiy ta'siri esa demak katta investitsiya talab qiladi. Ya'ni bu nima degani? Agar biz robotlar orqali mana shu amallarni bajaradigan bo'lsak, bizga juda ham ko'p robotlar kerak bo'ladi. Mana shu uchun biz nima qilamiz? Inson omilini qo'shmasdan demak robotlar orqali bajarishimiz uchun katta mablag'lar sarf qilishga to'g'ri keladi. Mana shu nuqtai nazardan katta investitsiyalar talab etiladi degan tushuncha keltirilgan. Bundan keyingisi demak tibbiyotda jarrohlik. Ya'ni bu nima degani? Bunda bugungi kunda bilamizki, dunyoda tibbiyot juda ham rivojlangan va buni qaysidir kichkina operatsiyalarni, ya'ni jarrohliklarni demak
hozir уже robotlarga, demak bundan boshlab robotlarga ishonish boshlandi. Chunki kichkina amallarni to'g'ri va aniq bajargandan keyin, demak, yuqori darajadagi operatsiyalar, jarrohliklarni ham robotlar orqali demak bajartirishga, demak, olib keldi. Lekin buni salbiy ta'siri ham bor. Agar robotimiz tizimli, dasturli, to'g'ri ishlasa agar yaxshi, lekin qaysidir ma'noda bu baribir ham robot hisoblanadi. Buni ham aytib o'tish kerakki, buni salbiy tomoni shundan iboratki, axborot xavfsizligi xavfi bor. Ya'ni u haqiqatan ham shu amalni bajarishi kerak bo'lgan joyda, demak, boshqa amalni bajarib bo'lishi mumkin. Chunki texnika hisoblanadi. Mana shu uchun uni ham salbiy tomoni bor. Mana shu narsani aytib o'tish kerak bo'ladi. Keyingi masala yangi kasb va mutaxassisliklar. Ya'ni bu nima degani? Sun'iy intellekt orqali bajariladigan amallarni, demak, bu qaysi mutaxassislik kasblarni ham yaratadi. Ya'ni keng rivojlanib ketadi. Buni salbiy ta'siri texnologik tengsizlik. Ya'ni ikkita kasbni biri inson o'g'li bajarsa, biri robot bajarsa, uni demak salbiy ta'siri shunday iborat bo'ladiki, texnologik tengsizlik shu nuqtai nazarda amalga oshiriladi. Bundan keyingisi demak STEM sohada rivojlanish. Ya'ni hozir 3-4 bandlarda to'xtalib o'tdik. Agar robot to'g'ri dasturlansa, bu to'g'ri amalga oshiriladi. Agar lekin uni xato dasturlansa, demak bu noto'g'ri katta muammolarni keltirib chiqaradi. Shu uchun noto'g'ri dasturlash xavfi bu salbiy ta'sir hisoblanadi. Mana shu uchun biz mana shu yerda jamiyatga ta'sirini birma-bir sanab o'tdik. Keyingi masala shundan iborat bo'ladiki, demak, keyingi slaydimizda mana bu qisqagina ma'ruza matnimizdan 7 dona nazorat savollari tug'ilishi tabiiy hol. Shu nuqtai nazardan biz mana shu tasodifiy keladigan savollarni bir ro'yxatni tuzdik va bulardan birinchisi robototexnika asoslari fanning asosiy maqsadi nima? Demak, biz mana shu mavzuda asosiy o'rganadigan narsamiz bu fanning asosiy maqsadi. Va demak biz bilamizki, mana shu yerda hozir birinchi savolga demak javob olib bildik. Ikkinchi savolga to'xtaladigan bo'lsak, robot va manipulyator o'rtasidagi farq nima? Mana bu savolga ham javob bor. Bizni ma'ruza matnlarimizda va prezentatsiya materiallarimizda bunga javob keltirilgan. Va mana bu yerda men hozir qisqa qilib ma'ruza matnida demak mana shu ma'lumotlarni keltirdim. Kimdir ahamiyat bermay ketgan bo'lishi mumkin, lekin buni yana qayta takrorlash maqsadida biz test savollarni ham, ma'ruza matnini ham, taqdimotni ham platformaga alohida qilib har birini ko'rib chiqdik. Mana bu yerda ham ikkinchi savolga demak biz javobimizni topib bilamiz. Undan keyin avtomatlashtirishning texnik taraqqiyotdagi birinchi roli qaysi? Va undan keyingisi robototexnikaning jamiyatdagi ijobiy ta'siri qanday namoyon bo'ladi? Biz ijobiy ta'sirlarni hozir sanab chiqdik. Haqiqatan ham 5 ta 6 ta ta'siri bor. Bundan tashqari juda ham ko'p ta'sir bor. Biz endi sanoatda kundalik doimiy ishlatib yuradigan demak ta'sirlarni sanab chiqdik. Bundan tashqari biz bilamizki, sanoat robotlari qanday mezonlar bo'yicha demak sinflanadi. Ya'ni bu yangi mavzuda ham keltirilgan ma'lumot bu va bu hozirgi mavzuda ham sanoat robotlari degan so'zni juda ham ko'p ishlatganimiz uchun bu savolni ham o'zimizcha demak ishlab chiqdikki, mana shu savolga ham demak javob topishimiz kerak bo'ladi. 6-si demak masofaviy nazorat tizimi. Masofaviy nazorat tizimida demak qanday amallar bajarish mumkin? Hozir to'xtalib o'tganimizdek, demak uning eng asosiy maqsadi shu boshqaruv tizimini qayta sozlash hisoblanadi. Agar robot xatolikka yo'l qo'yib boryapti, demak buni demak to'g'ridan-to'g'ri sozlashimiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari demak oxirgi to'xtalib o'tadigan savolimiz shu bo'ladi. Murakkab avtomatlashtirish deganda nimani tushunasiz? Bunga ham to'xtalib o'tdik, faqat biz qisqa to'xtalib o'tdik. Bu tushunarli bo'lmagan bo'lishi mumkin, lekin bu savolga ham javob mana shu hozir qilgan ma'ruzamizning birinchi, ikkinchi slaydlarida demak turibdi, tayyor holatda turibdi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bizni robototexnika fanini birinchi mavzusi demak biz bilamiz robototexnika fanini demak o'rganish, robot so'zini aniqlash, fanning maqsadi, vazifalari va hokazo ularni o'rganish edi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, biz demak birinchi mavzumizda demak robototexnika bu nima degani? Bu qanchalik o'zini demak o'rni bor hozirgi kunda. Mana bu yerda keltirilgan slaydimizda zamonaviy texnologik taraqqiyotning ajralmas qismi hisoblanadi. Ikkinchisi avtomatlashtirish ish samaradorligi, sifat va xavfsizlikni oshirishi. Bundan tashqari demak biz
sanab o'tganimizdek jamiyatdagi ijobiy va salbiy ta'sirlar, undan tashqari demak uni dasturlashtirish, ya'ni STEM sohasini rivojlantirish, yangi kasblarni vujudga keltirish haqida to'xtalib o'tdik. Bugungi mavzumiz shulardan iborat edi.